Assalomu alaykum. Shovot tumanining ilg'or tadbirkorlari. Sizlarga Xalq bankimiz, Shovot Xalq bankimizda hozirgi kunda mavjud kredit mahsulotlari bo'yicha tanishtirish bo'yicha yig'ildik bugun. Bizda bugungi kunda mahsulot pasportidan, kredit pasportidan hamroh krediti, ya'ni xotin-qizlar uchun kreditini tanishtirib o'tamiz. Bu kredit olish uchun qarz oluvchi qanday talablarga ega bo'lishi kerak, qancha pul olinadi, bankning talabi qanday tartibda pul ajratiladi, foizi qanaqa, shu bo'yicha gaplashib o'tamiz. Qarz oluvchi birinchi navbatda tashkilot tarkibida ayollar ulushi, ya'ni 50% va undan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni ayollar ulushi 50% dan kam bo'lgan taqdirda birinchi ma'lumot shunday bo'lishi lozim. Yuridik shaxs maqomiga ega va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari. Kredit maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish. Tashabbuskorning ulushi loyiha qiymatining 30% dan kam bo'lmagan taqdirda, ya'ni 100 million so'mgacha tashabbuskorning ulushi talab etilmaydi. Ya'ni bunda agarda mijol 500 million so'm kredit oluvchi oladigan bo'lsa, bunda 30% dan oshiq o'z ulushi bo'lishi kerak. O'z hisobidan 30% o'tilgan bo'lishi kerak. Shunda ajratiladi. Kredit qarz oluvchilar qo'yiladigan talab. Mijolning asosiy hisob raqami Xalq bankida bo'lishi, ijobiy tarixiga ega bo'lishi, kredit tarixi, joriy, ya'ni shu oy va shu oyning muddati o'tgan krediti, foiz qarzdorliklari mavjud bo'lmasligi bo'lgan taqdirda kredit oluvchining ta'sischilar va rahbari oxirgi 6 oyda o'zgarmagan bo'lishi lozim. Majburiy ijro byurosidan qarzdorlik bo'lmasligi lozim. Kredit summasi kamida 2 ta yangi ish o'rni yaratilgan bitta loyihaga bazaviy hisoblash miqdorini 1000 baravarigacha, kamida 5 ta yangi ish o'rni yaratilgan bitta loyihaga bazaviy hisoblash miqdorini 4000 baravarigacha ajratiladi. Kredit muddati loyiha o'zini qoplash davridan kelib chiqib 84 oygacha, ya'ni 7 yilgacha ajratiladi. Aylanma mablag' to'ldirish uchun olinadigan bo'lsa, 24 oy ham ajratiladi. Imtiyoz davrimiz 2 yilgacha beriladi. Aylanma mablag'ni olish uchun 6 oygacha beriladi. Yillik kredit foiz stavkasi asosiy vosita sotib olish uchun beriladigan bo'lsa 20%, aylanma mablag'ni to'ldirish uchun bersak 21% ajratamiz. Kreditlash usuli, ya'ni qanday tartibda kreditlanadi? Aylanma mablag'ni to'ldirish uchun ochiq va yopiq kredit liniyasi orqali, boshqa maqsadlarga yopiq kredit liniyasi. Moliyalashtirish manbasi hamroh xotin-qizlar tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash kompaniyasi yechimidan jalb qilingan mablag'lar hisoblanadi. Milliy valyutada ajratiladi. Kreditlash shakli pul o'tkazish yo'li va qisman naqd pulda ajratiladi. Bunda ajratiladigan kredit summasining 15%gacha qismi naqd pulda ajratilishi mumkin. To'lov grafik mijoz xohlagan usul, annuitet yoki grafik, differensial beriladi. Agarda shular bo'yicha qandaydir tushunmovchiliklar, agarda sizlarda qiziqtiradigan turmush o'rtoqlaringiz yoki opa-singillaringiz, qo'ni-qo'shnilar, yaqin qarindoshlarga olish imkoniyati bo'lsa, bemalol bankka kelib murojaat qilishamiz. Bizda hozirgi kunda resurs mavjud bo'yicha. Hammaga katta rahmat.